jigar sirrozi oxirgi etap deb chiqarib berishganda. 4-bosqich jigar sirrozi xastaligi. 2021-yilda bu kasallikni tasodifan bilib qolganman. Keyin ulardan keyin tushkunlikka tushib, yuzlarim qop-qora dog'ib ketgan, toshmalar to'shib ketgan. Sizda gepatitni asorati bor, bir tekshirtirib ko'ring, qon topshirib deyishgan. Qon topshirsam, birolog'isidan B sirroz 4-etap deb chiqarib berishgan. Oyoq qo'llarim shishib ketgan. Menga ukam tavsiya qildi. Mana shunaqa gepamer bor ekan, bir narsa qilib ko'rasizmi, ichib ko'rasizmi deb. Darabda o'sha zakaz qilib, o'lib ichishni boshladim. Menga 4 kundayoq natija bo'lindi. Qonimda o'ta yomon darajada og'riq kuchli bo'lardi. O'shandagi quvvatlarim umuman qolmasdan, alhamdulillah o'zim mana shuni ichganimga 2-oy bo'lgan bo'lsa, ancha o'zimni yaxshi his qilaman. Assalomu alaykum. Namangan shahridamiz. Muqaddas opa bilan gaplashgani keldik. 4-bosqich jigar sirrozi xastaligi, gepatit B, D viruslari, undan jigar zararlanishi, holsizlik, qabziyat, kuchli og'riqlar va bir necha yillik choralarning vaqtincha foyda berishi, gepamerdan keyin o'zgargan hayot qanaqa bo'ldi degan savolga hozir ular o'zi bilan suhbat davomida javoblar olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Qanday holatda edingiz gepamergacha? Gepamergacha men 2021-yilda bu kasallikni tasodifan bilib qolganman. Gepatit virusi chiqqan. Xo'jayinim mana shu kasallik bilan olamdan o'tganlar. Keyin ulardan keyin tushkunlikka tushib, yuzlarim qop-qora dog'ib ketgan, toshmalar to'shib ketgan. Keyin menga bitta ikkitalar UZI qiling deb shunaqa deyishgan. UZI qilsam, sizda gepatitni asorati bor, bir tekshirtirib ko'ring, qon topshirib deyishgan. Qon topshirsam, birolog'isidan B sirroz 4-etap deb chiqarib berishgan. Endi 5 yil davomida 2021-yilda bilgan bo'lsam, hozirgacha har 3 oyda yotib davolanaman. Hali yaxshi natija. Endi u vaqtinchalik, ya'ni o'sha vaqtimiz kelganda yana o'sha больница talab qilib yotib shunaqa davolanib turaman. Buni menga ukam tavsiya qildi. Mana shunaqa gepamer bor ekan, bir narsa qilib ko'rasizmi, ichib ko'rasizmi deb. Menga nomerimni sizlarga berishgan ekan. Birolog'isidan gaplashdim. Sizlar bilan aloqaga chiqib, darabda o'sha zakaz qilib, o'lib ichishni boshladim. Menga 4 kundayoq natija bo'lindi. Chunki menda og'riq kuchli bo'lardi. Qanday og'riq? Qonimda o'ta yomon darajada og'riq kuchli bo'lardi. Milklarim qanardi. Qizilo'ngachim yorilganiga 2 yil bo'ldi. Komada Qon ketgan. Qon ketgan. Komada yotib chiqqanman 10 kun. O'shandagi quvvatlarim umuman qolmasdan, men yaxshi harakatlanaman, oyoq qo'llarim shishib ketib, doktorlar menga faqat yotish, hatto bitta obdastani ham ko'tarmang deb shunaqa deyishgan. Oyoq qo'llarim shishib ketgan. Qoringa suv yig'ilmaganmi? Yo'q, yig'ilmagan. Endi suv bor deb aytishmagan doktorlar. Ammo lekin har safar o'ziga tushganimda o'sha og'ir holat albamin o'lib, ashno qilib davolanib yurardi. Qabziyat-chi? Qabziyat o'sha 15 kun, 10 kunda bo'lardi qabziyat. O'sha dorini ichganingizdan keyin kelardi deysiz ham, to'g'rimi? O'sha dorilarni ichib turgandan keyin qabziyatlarim sal pasayib, yana 3 oy bo'lgandan keyin yana o'sha больница talab qilib, yana men o'sha eski holatga qaytaverardim-da. Eski holatga qaytib, keyin buni ichganimdan keyin menga 4 kundayoq og'riqlar yo'qoldi-da. 4-kuniyoq bilindi menga. Og'riqlar yo'qolib, milklarim qanashi sal pasayib. Alhamdulillah o'zim mana shuni ichganimga 2-oy bo'lgan bo'lsa, ancha o'zimni yaxshi his qilaman. Qabziyatingiz-chi? Qabziyatim ham yaxshi. Ichingiz kelyapti har kuni? Har kuni 2 mahaldan keldi. Dorisiz? Dorisiz. Mana shuni iste'mol qilibdim. O'sha menga anaqa dorilarni ichmay turing deganiga men hali hech qanaqa dori ichganim yo'q. O'sha meni davleniyam ko'tarilib ketdi, nima qilay deb Telegramda yozganimdan keyin ham o'zi mana uni damlamasini ichib tursangiz yaxshi qoladi deyishdi. Yaxshi bo'ldimi? Ha, yaxshi bo'ldi. O'sha damlamasini ichib turaman, yaxshi bo'ldi. Hech qanaqa davleniyam ko'tarilib yo tushib ketgani yo'q.
Hozir jigar sirrozini 4-bosqichi deyapsiz-da. 4-bosqich. Bu bosqichda ko'pchilik jigar transplantatsiya qildirish kerak, jigar almashtirish kerak. Menga tavsiya qilishdi. Tezroq Hindistonga bormasangiz bo'lmaydi degan gap Deyishdi. aytildimi sizga ham? Deyishdi. O'sha kuni aytishgan kuni tushkunlikka tushib, kim bilan gaplashsam yig'lab, "Shunaqa almashtiring. Sizda yaxshi ishlamibdi" deb shunaqa deyishaverdi. Kim kelsa ham ko'rgan больницада aytishdi-da. Endi tushkunimcha men o'sha almashtirmasam bo'lmaydi shekilli deb kelganga yig'lab, hasrat qilib, shunaqa qilaverdim. Yo bilmasam endi mashina ixlos qilib Qanday chiqib qoldi oldingizdan gapimir? bu o'sha menga ukom tavsiya qildi-da. Mana shu dori bor ekan, shundan tuzalayotganlarni men ko'rdim deb menga videosini ham tashashdi. Uni o'zim kuzatib turibman-da. Har bitta kasallikni, hammalarni ko'rib turibman. Meni ham videolarim chiqayotgandir Siznikini постоянно ko'ribman-da. Kecha o'sha aloqaga chiqqaningizdan keyin nomerni saqlab qo'ydim. Keyin Telegramga chiqib qoldingiz. Endi hozir anaqa hikoya hammasini ko'rib chiqibdim. Hammasini bitta-bitta ko'rib chiqibdim. Hindistonga borib tuzalmasdan mana shu orqali tuzalganlarni ham hammasini ko'ribdim. Bunga bog'lanib olib hammasini ko'rib chiqibdim. Men ham ixlos qilib shuni ichdim hozir. Muqaddas opa, endi mana turmush o'rtog'im shu kasallikning orqasidan vafot etgan, jigar sirrozidan vafot etgan deyapsiz. U paytda endi yechim masalalari qiynaganda, oldiylardan yechim chiqmagan, taqdir taqozosi bilan shu holat sodir bo'lgan. Endi menda ham shu takror bo'ladimi degan o'y qiynaganda sizni. Voy rosa qiyin. Bolalarim nima bo'ladi? Otasiz bo'lsa o'zi. O'zimni qo'limda olamda o'tganlar, o'zim ularni qaraganman, o'zim oxirigacha birga borganman-da, больницаlarda birga yotganman. Hamma narsani o'zim ko'rganim uchun menga shu kasallik miyam o'ynab qolganda, men ham buni jigar sirroz oxirgi etap deb chiqarib berishganda, shu kasallik bilan men ham erimni holatiga kelib o'tib ketar ekanman degan tashxisda miyamga aylanib, chunki ularda qonlarga suv yig'ilgan, 3 martami, 4 martami suyini oldirilgan. Ashunaqalar o'zimni oldimga, ko'z oldimga kelib, men qiynalar ekanman, men ham shu kasallik bilan deb men rosa tushkunlikka tushganman. Rosa qiynalganman. Har 3 oyda yetib tursam balki bo'lmas, bunaqa kasallikni oxirigacha nasib qiynalmasmikinman deb har 3 oyda yetib turaman. Men xo'jayinim, okalar, tenjolar sog' bo'lsa, o'shalar qaraylar, qarmoqlarga olib, biz qarab hamma narsamizga yordam beradilar. Hozir mana shu mahsulotni xarid qilganingizga mana 2 oy bo'ldi deb aytib o'tyapsiz. 2 oy ponna bo'lgani yo'q hali. Ha, 4 kunda natija oldim dedingiz. Birinchi natijangiz nima bo'ldi shunda? Og'rig'im yo'qoldi. Qavziyatim yaxshilandi. Og'rig'im yo'q. Keyin o'ziga tushib ko'rmadingizmi? Yo'q, hali o'ziga tushmadim. Lekin tushmasangiz ham bilib turibsiz, holatingiz zo'r. Quvvatim zo'r. Ha. Chunki men farzandlarimni manaqa maktabga jo'natgunimcha quvvatsizlanib bo'lardim-da, charchoq bo'lib, bularni maktabga jo'natdim-u, shu bilan yotib damimni olardim-da. Charchoq umuman menda narsa yurg'izmasdi. Bosh ko'targisi kelmasdi yerdan. Yurg'izmasdi. Uyqum bo'lmasdi. Uyqu necha soat uxlardingiz? Umuman uxlamasdim. 24 soatlab. Ozgina bir uxlasam kunduz bir 10 minut, 15 minut o'sha ko'zim odari deb o'shani uxlardim. Uyqum umuman bo'lmasdi. Hozir qanaqa? Hozir uxlayman. Uxlabman. Quvvatim eng asosiysi quvvatim zo'r. Kechgacha yursam ham charchoq bilinmaydi. Qarang, shuncha yillar davomida muolajalar oldingiz, boshqa bo'ldi, vaqtinchalik foyda berdi. Lekin buni 2 oydan beri mana qabul qilyapsiz ekan, natija orqaga qaytib ketmayapti shunda. Yo'q. Menda natija yaxshi, ixlos qilib, xudo xolisa men ham mana hamma narsani videolarini ko'rganimga sirrozlardan chiqib ketib, yaxshi bo'lib, sog'ayib, yaxshi yashab yuraman degan niyatlar bilan. Xudo xolisa, eng og'ir mana Oltiariqda bir ayol bilan suhbat qildik. U intervyu chiqqanmi, chiqmaganmi bilmadim. Men endi uyni sotib Hindistonga ketishdi ostonasidan shu gapamerni iste'mol qilishni boshlab qaytganda. Bu degani mana hozirgi intervyudan ham maqsad nima bo'lyapti? Buni albatta olib ich degan emas. Mana yechim bor. Mana Muqaddas opani hayoti bunga misol. Ularda turmush o'rtoqlari mana shu narsa bo'lganda balki sog'lom hayotga qaytarmidi. Hozir mana shu narsa bor ekan, foydalanib qolish kerak degan maqsadda tavsiyaviy suhbat bo'lyapti.
Biz Toshkentdan mana shu Namangan shahriga kelib, mana soat 11 ga yaqinlashib qoldi hozir. Uxlamay o'tiringlar deb eshigini taqillatib kelib bezovta qilishimizning maqsad muddaosi nima desa, sizlarga yo'l borligini ko'rsatish. Mana yechim borlik degan. Gepatit viruslari, undan tashqari jigar sirrozi 4-bosqichi. Menimcha boshdan o'tkazayotgan insonlar buni og'rig'ini yaxshi biladi. Ham ruhiy og'rig'ini, ham jismda tuyayotgan og'rig'ini yaxshi bilishadi. Agar sizda ham shunaqa qiyin vaziyatlar kuzatilayotgan bo'lsa, ikkilanishlarsiz quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Mutaxassislar savollaringizga javoblar berishadi va har doim biz takrorlaymiz. Avvalo yaratganiga ham sizga yechimni to'g'ri ko'rsatsin va ixlos, muhabbat bilan Gepamerni qabul qilsangiz, sababi chiroylisi bo'ladi albatta. Muqaddas opa, sizga 1 oylik muolajalar to'plami sovg'a sifatida beramiz. Rahmat. Salomatligingiz tiklanibdi. Yana ham yaxshilanishi uchun mana shu Xudo xohlasa sizga aloqalarga xizmat chiqib qiladi. turaman. Ha, Xudo bemalol xohlasa. mutaxassislarga savolingizni istalgan payt berishingiz mumkin. O'zi doim aloqada bo'lib turishgandir ham. Ha, aloqada bo'lishibdi. O'sha mana shunaqa davlinam ko'tarilibdi deganimda yozdim Telegramda. Oppa mana shunaqa qiling, damlamani ichib turing deyishdi. O'shandan keyin aloqaga chiqib gaplashib turibman. 10 kun komada yotganingizda qanaqa his qildingiz o'zingizni? Ana o'limdan keyingi hayotda bu. Men 5 kunini bilmadim. Ha. 5 kunda reanimatsionda yotdim. 5 kunda hushimda bo'lmadim. Hech narsani bilmadim, hech kimni tanimadim. 5 kunida shu qiyin holat, yana shunaqa. Endi hozir ham qo'rqaman, nimaki yana haligi Qizilongacha yana yo'rilib qon ketib qolarmikin deb baribir o'zim ham hafta yashayman-da. Endi bu boshidan o'tkazganlar biladi, o'tmaganlar bilmaydi. 5 kun davomida hech narsani bilmadim deganingizda o'zingizda bo'lmaganingizni aytyapsiz, to'g'rimi? Haligi narkoz olganda uchib yurgandek, qaysidir olamga o'tib qolgandek bo'ladi odam. Qanaqa shunaqa jarayonlar bo'lganmi sizda ham? O'sha ishtimani bilmadim, yaxshi o'zimga kela olmadim. Keyingi 5 kunida reanimatsionda yotganimda ham yaxshi o'zimga kela olganim yo'q. Keyin o'sha o'zim onamni olib ketib, Anaqada aytib gaplashdikda biz Toshkentda kecha. Yarim necha minut komada bo'lganman dedi. Yarim soat komada bo'lganman dedi. Ruhim tanamdan chiqqanini bilaman dedi. Tepada o'zimni kuzatib turdim dedi. Ko'chaga chiqdim, ota-onam yig'layotganini ko'rib, keyin yo'q, men qaytmasam bo'lmaydi ekan deb qaytib o'zimga kelganman dedi-da. Shunaqa jarayonlar sizda kuzatilmagan? Menda jarayon, mana xo'jayinim ko'zim oldiga keldilar, qanaqadir o'zlari bilan meni boshlamoqchi bo'ldilar. Keyin boshlamoqchi bo'lib, rosa o'zlariga chaqirdilar, keyin men orqaga qaytib narsa bo'ldimda. Haligi hozir o'ylaymanki, o'shanda xo'jayinim bilan birga ketganimda hozir yo'q bo'lardim deb o'ylayman. Ha, menda shunaqa chaqirganda ketdik degan endi. Chaqirdilar. Keyin men o'zimga keyin yo'q chaqirganlarini eslayman. Keyin yana qaytib og'ini ko'rmadim. Menda shunaqa holat bo'ldi. Keyin o'sha 5 kunni bilmadim, hech kimni tanimadim, bilmadim. Xullas ketgandim, hammadan rozi-rizochilik so'rab. Yo, umrimda bor ekan, yashab yuribman. Buni ixlos qilib o'tishni boshlaganimdan beri ancha yaxshiman. Boshqalarga ham tavsiya qilayotgandir siz endi. Tavsiya qilibdiman, u bir haligi sal ishonchsizroq bo'lishdi-da. Endi hozir yana o'zimni ham mana xolamlarning kelinlari ham shunaqa kasal, ular ham ichamiz deyishdi. Xudo xohlasa ular ham meni ko'rib ichib yaxshi bo'lib ketishadi. Xudo xohlasa. Boshida ishonchsizlik bo'lish tabiiy. Menimcha sizda ham bo'lgan bo'lsa kerak. Ozgina, ko'p emas. Ozgina bo'ldi. Lekin ularga aytamizda, bu foyda bo'lsa borki, ziyoni yo'q. Kimyoviy preparat emas, sintetik vosita emas, 60 xildan oshiq giyohi bor. Choy qilib damlab ichasiz, ozgina pastasidan yeysiz, siropini iste'mol qilasiz. Bir mashaqqatli joyi ham yo'qda, mana siz iste'mol qilgandirsiz. Doriga ham o'xshamaydi, to'g'rimi? Yo'q. O'shanga ikkilanmasdan qadamingizni tezroq tashlashni hal qiling va hayotingizga mana Muqaddas opaning hayotiga kirganda yaxshiliklar kiradi. Xudo xohlasa. Keyingi xonadon sizniki bo'lsin deb niyat qilamiz. Xudo xohlasa. Katta rahmat sizga. Rahmat sizga ham. Ilohim ishlaringni omadini bersin. Rahmat. Ilohim ko'pgina farzandlaringni baxtiga ko'p yashab yuringlar hammani. Ilohim yaxshi joylarda o'ylamagan bo'lsan, yaxshi joylarda kelinlarni nasib qilsin.